Vizit qilishyapti, o'shimiz ham vizit qilsa bo'laveradi. Assalomu alaykum ahli gruppa Shopir akalar. Andijondan mehmonimiz bor. Bugun ustaxonamizda. Xo'p, buni ichki motorida ishi bor ekan. Xudo xolasa motorning ishini tugatdik. Shu motor haqida obzor qilib qo'yaylik degan edik. Ko'pchilikga foydali bo'ladi. Hozir YouTube'da yo'q ekan. Usta, bu qanaqa motor bu? Shu haqida bitta ma'lumot bering. Assalomu alaykum Shopir akalar. Bu o'zimiz joyda o'sha Santa Fe motor bo'ladi. Bu motorni ham ko'pchilik biladi o'zi. Shopirlar Sarex'dan keyingi avlodda motor bo'ladi Santa Fe. Ha, necha portion? Bu Abrazin 6 silindrli 3.5 ob'yom bo'ladi. Sarex 3 bo'lsa, bu Sarex ancha baquvvat 3.5. Donus simon bo'ladi. To'rtta klapanli. Santa Fe motor shu bo'ladi. Ha, Starex'ga nisbatan ancha baquvvatroq. Sarexga nisbatan anchagina farqi bor. O'zi minisi quvvatlari anchagina farq qiladi. Bitta plus tomoni bu galopga uravermaydi Sarexga o'xshab. Galopkalar pishiqroq bo'ladi. Bu shopirimiz nima aybi bilan kelgan ekan u? Nima bo'lgan ekan motorga? Men strashniy ishi yo'q. Shu kirishkalarda, salnilari, prelatkalari sal qatib yo'q oqib qolgan ekan. Shu almashtirib to'g'rilab berdik. Bo'lsa, muammo yo'q, motor zo'r yarim tezlat bo'lyapti. Xudo xolasa yaxshi. Xo'p, bu asli benzin motormi, gaz motormi? Asli benzinli motor bo'ladi. Endi O'zbekistonga moslab gazga yurgizib beriladi. Hozir benzinda yuradimi, yurmaydi? Yo'q, benzinga yurish uchun o'zini kompyuterini qo'yish kerak bo'ladi. O'zini kompyuter kabeli bilan qo'ysa yuraveradi. Kompyuter bilan qo'ysa benzin yuraveradi. Hozir Endi O'zbekistonga moslab metanga qo'yib qo'yilgan. Metanga zato yuraveradi, metan propan bo'ladi. Bu perivalga qiynalmaydimi bu motorlar? Yo'q, bu perivallarga ham zo'r chiqadi. 2 tonnani indamay olib chiqib ketaveradi. Zo'r. Perivalga ham, mesniga ham. Baquvvatga chidamli motor. Ancha-munchaga buzilavermaydi. Ancha-munchaga buzilavermaydi. Hozir zapchaslari ancha ko'payib qoldi buni ham, Sarexga o'xshab. Oldin kam edi zapchasi, hozir ancha bunga ham ko'payib qoldi. Bemalol qo'ysalar ham bo'laveradi motordan ham. Buni asosan gazellar ham qo'yishyapti bu motordan. Gazelga ham qo'yishyapti. Gazelga ham qo'yishyapti. Bu ham o'shali Sarexga o'xshagan sodda motor. Sarexdan keyingi avlod. Hali murakkab emas. Soddagina motor. Misol uchun hozir Hyundai Porter Kia Bongo'gami qo'ysa, xo'p, korobkasiga tushadimi o'zini, salarga korobkasiga? Ha, salarga tushadi. Men shundan o'sha salargani o'zini oskirli korobkasi turibdi. Просто motor uстановka qilingan xolos. Motorga uстановka qilingan. Muammo qilmaydi, yuraveradi. Yuraveradi, muammosi yo'q. Bo'ldi, ana. Kimda savol bo'lsa, shu Santa Fe haqida yoki Porter motor Azatni ko'rsatib qo'ying. Haqiqatda bitta ko'rsat. Yarim tezat bo'ladi. O'chirib, yana bitta yurgizib bering. Yarimta. Vizit qilishyapti, o'shimiz ham vizit qilsa bo'laveradi. Yaxshi xudo olasiz. Tamam. Kia Bongo qabul qilganmiz bugun ustaxonamizga. Shopir akamiz Andijondan kelibdi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Eson-omon qiynalmasdan keldingizmi? Xo'p, qayerdan keldingiz aka? Shu haqida ma'lumot. Ulug'nordan, internetdan ko'rdingiz-a? Internetdan topib, anchadan beri shu ustasini qidirib yurgan ekan. qidirganmiz, motor haqida ma'lumot olishga qiyin bo'ldi bizga. Xudo xolasa topib keldik, mana ishimiz bityapti. Xudo xolasa bitta, yaxshi, xudo xolasa. Ko'nglingiz to'qmi? Xudo xolasa. To'q. Ha, bo'ldi. Xizmat bo'lsa shunaqa kelaverasizlar, xudo xolasa. Respublika bo'yicha qayerdan bo'lsa ham kelsalang tuzatib berilaveradi. Mana Andijondan, Ulug'nordan mehmonimiz bor. Mana mashinasini xudo xolasa yurgizib bitkizdik. Ozgina kamchiliklari bor ekan. Mana bortovoy qilib o'zi maxsus bortovoy yukka moslagan ekan mashinani. Kattagina qilib.
Xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa. Bemalol. Qo'ldan kelgancha bitirib beramiz.